Birinchi va bozorda yetakchi Ganaderm MLM kompaniyasi. U dunyodagi eng yirik Ganaderma yetishtiruvchi kompaniya. Uning o'z plantatsiyalari, o'z fabrikalari, o'z distribyutorlar tarmog'i mavjud. U 100 dan ortiq mahsulotlar turi ishlab chiqaradi. Bular oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar, oziq-ovqat qo'shimchalari, kosmetika mahsulotlari. So'nggi 1 yil ichida mahsulot aylanmasi 300% ga oshdi. Ganaderma ishlab chiqaruvchisi sifatida faoliyatini boshlagan kompaniya keyinchalik biologik namlarga ilmiy yangiliklarni joriy etishga o'tdi. Bu avtomatik ravishda yuqori sifatli mahsulotlarni barcha turlarini ishlab chiqishga olib keldi. Bularning bari DXN kompaniyasi. Unga Dr. Lim Xiaojin tomonidan asos solingan. U Hindistonning dunyoga mashhur texnologiya instituti bitiruvchisi. DXN sog'liqni saqlashga yordam beradigan mahsulotlarda qo'ziqorinlardan foydalanish bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Valinji o'tlar shoxi sifatida e'tirof etildi. Dr. Lim 10 yildan ko'proq vaqt davomida tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar olib bordi. Natijada innovatsiyalarning mustahkam poydevori bunyod etildi. Sog'liqni saqlashni qo'llab-quvvatlovchi turli xil mahsulotlar uchun yangiliklar yaratildi. DXN kompaniyasi mahalliy vakolatxonalarning rivojlangan tarmog'ini o'zida jam etgan. Global miqyosda kompaniya sotuvlar va har xil aksiyalar bilan birgalikda faol marketing taqdimotlarini o'tkazadi. Bu kompaniyaning ichki rivojlanishiga va dunyoni o'zgartirishiga hissa qo'shadi. DXN bu yagona bozorga ega bo'lgan yagona dunyo falsafasi. U har qanday xalqaro biznes operatsiyalarni keng doiradagi ishtirokchilarni jalb qilgan holda olib boradigan integratsiya jarayonlaridir.